Yurtimizda inson salomatligini muhofaza qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada davlat muassasalari bilan bir qatorda xususiy tibbiyot tizimi ham aholi salomatligi yo'lida sifatli va zamonaviy xizmat ko'rsatish orqali sog'liqni saqlash sohasi rivojiga munosib hissa qo'shmoqda. Ana shunday muassasalardan biri Andijon tumanida faoliyat yuritayotgan Corona Medline xususiy shifoxonasidir. Muxbirimizning hozirgi lavhasida shu mavzuda so'z boradi. Zamonaviy tibbiyotda vaqt, aniq tashxis va samarali davolash eng muhim omillardan sanaladi. Shu bois mazkur klinikada aholiga qulay shart-sharoit yaratish, tibbiy xizmatlar sifatini yanada oshirish hamda bemorlarning ishonchini qozonish ustuvor vazifa etib belgilangan. Shifoxonada bir nechta tibbiy yo'nalishlar bo'yicha xizmat ko'rsatib, zamonaviy diagnostika uskunalari va tajribali mutaxassislarni bir jamoaga jamlagan. Bu yerda har bir bemorga individual yondashuv asosida tibbiy xizmat ko'rsatilib, aniq tashxis qo'yish va samarali davolashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, profilaktik tibbiy ko'riklar, erta diagnostika hamda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan ishlar ham muntazam tashkil etilmoqda. Bugungi kunda bir kunda biz 200 dan ortiq bemorlarga bemalol xizmat ko'rsata olamiz. Ayni vaqtda 200 dan ortiq laboratoriya tahlillari, bundan tashqari 10 dan ortiq asbob uskunalar, zamonaviy diagnostika tekshiruvlari xalqimizga xizmat ko'rsatishda davom etmoqda. Bundan tashqari 100 dan ortiq xodimlar aholimiz uchun aniq tashxislar bilan samarali va sifatli xizmat ko'rsatib berishmoqda. Bundan tashqari bizning boshqa klinikalarimizdan farqimiz shundaki, bizda bir vaqtning o'zida ham bemor kelgandan keyin ham laboratoriya tekshiruvlari hamda 10 dan ortiq mutaxassislik ko'ruvlar va bundan tashqari jarrohlik amaliyotlarini ham o'tkazib kelishmoqda. Va shu kunlarda biz Hindiston davlatining Yadhar shifoxonasi bilan shartnoma imzolaganmiz va bemorlarimiz, butun aholimiz, viloyatimiz, balki respublikamiz aholisi Hindistonga borib, o'zining sog'ligini tiklash uchun vaqt va pul sarflab o'tirmaydi va ayni vaqtda bizning klinikamizda hindistonlik mutaxassislar ham shartnoma asosida faoliyatini boshlagan, ya'ni klinikamizda bemalol hindistonlik mutaxassislarning xizmatlaridan foydalanish mumkinligi yo'lga qo'yilgan. Bugun tibbiyot sohasida raqobat avvalo xizmat sifati va bemor ishonchi bilan baholanadi. Shu ma'noda Corona Medline xususiy shifoxonasi jamoasi nafaqat davolash, balki insonlarning sog'lom hayot kechirishiga xizmat qiladigan profilaktik tadbirlarga ham alohida e'tibor qaratayotganini ko'rish mumkin. Tibbiyot xodimlarining kasbiy mahorati, mas'uliyati va bemorga nisbatan mehr-e'tibori har bir muassasaning nufuzini belgilaydi. Shifoxona jamoasi aynan shu tamoyillarga tayangan holda o'z faoliyatini tashkil etib kelmoqda. Inson salomatligi millat boyligi, uni asrash yo'lida zamonaviy bilim, ilg'or texnologiya va fidoyilikni uyg'unlashtira olgan har bir tibbiyot muassasasi yurtimiz sog'lig'ini saqlash tizimi rivojiga munosib hissa qo'shadi. Corona Medline xususiy shifoxonasi ham aynan shu ezgu maqsadlar yo'lida o'z faoliyatini izchil davom ettirmoqda.